Xo'sh, assalomu alaykum yana bir bor video qo'ying. Xo'sh, bugungi xizmatimiz akalar ukalar bizni ko'radiganlar Jizzax Xayrobod mahallasi, ya'ni o'zimni tog'am akaga kelganman. Bugun tog'am ikkita o'g'illarini uylantirish planidalar. O'shanga mebelni vaqtidan oldin olib kelib o'rnatib beryapmiz. Endi qarang. Biz olib kelgan mebelni mana shu xonaga joylashtirish kerak bo'ladi hozir. Endi oldin kelganman, просто hali o'lchovlaricha esimda yo'q edi. Hozir mebel olib kelganmiz, endi mana shu xonaga joylashtirishimiz kerak. Hamma narsasini mana shu yerga sig'diramiz. Shkaf bor 220, spanisini 220 qildirganmiz, zakaznoy tremosini mana bu joyga qo'yish planidamiz. Hozir xonani ko'rasizlar, endi ozroqgina ko'proq mehnat bo'ladi, endi iloji boricha baribir qilamiz. Xo'p, kimga shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar, ishni ko'rib turasizlar. Nasib bo'lsa qisqa video qo'yishga harakat qilamiz yoki bitgandan keyin qilarmiz. Shkafni mana bu tarafga qo'yish planidamiz, spanisini boshi bu tarafda, tremosini aytganimizdek mana bu joyga qo'yamiz. Narigilari yana bitta mebelimiz kelgan, unisi u tarafga bo'ladi, xudo xolasa. Kanalni kuzatib borasizlar, like-chani bosib qo'yinglar, xudo xolasa biz videoni boshladik. Xo'sh, davom etamiz. Ustunki joylarni yakun yetkazdik. Bugungi manzilni aytdim, o'zim to'g'ri ko'rganman. Qaranglar. Ikkita mebel va'da qilingandi. Ikkita mebeldan bittasini dedik, bittasini termay ketyapmiz. O'zimiz ishlarimiz chiqib qoldi. Hali gilam bilan hali qo'yilmagan ekan, shunga aka boshqa safar yig'amiz deyishdi. Adashmasam, shu dekabrda 2-3 so'siga kelamiz, xudo xolasa. Xo'p, uyda xonaga tushganda mana o'zlaring ko'ringlar. Boya va'da qilingandek shkafni bu yoqqa qo'ydik, spanisini boshini bu yoqqa qo'ydik, tremosini mana bu joyga joyladik. Menimcha xonaga idealni tushirayni mana bu eshigi mana bu yerim deb yopiladi baribir. Ana shunday bo'ladi. Tremosini tushganini ko'ringlar. Endi iloji bo'lgan tremo bir 10 sm, 15 sm kichkina bo'lganda yana ham zo'r bo'ladi. Ya'ni hali pardasi bo'ladi, boshqa narsa. Endi mana o'zi bu tarafdagi. Qaranglar, biz spanisdan boshlaymiz. Spanisi 210 ga 170 bo'lish kerak edi. 220 qilib yasatdi tog'am. Mana bulari machalkali. Agar xohlasangiz, matrasli xohlasangiz, matrasli ham bo'ladi. Mana buni 50 sm qo'shilganiga ham pul hisob kitobi bo'ladi. O'shani ham hisobini olinglar. Ya'ni 50 sm uzunlar 210 ga 170 bo'lish kerak, biz 220 yasaganmiz. O'shani ham hisobini qo'yasizlar. Agar matras xohlasangiz, matrasga 680 mingdan bittasi bor, 680 mingligi bor, bittasi 1 million 200 mingligi bor. O'sha ikkalasidan bittasini tanlasangiz, farqi yo'q, unisini ham qilib beramiz. Ya'ni mebelni tashqarisi, mebelni narxidan tashqari. Ana sizga ranglardan tanlov bor. Mana bu ranglarni o'zgartirib beramiz, muammosi yo'q. Endi mana buni bildilaringlar, hamma bilib bo'ldi menimcha. Ana yaltiroq. Mana bularni olmagan. Mana bular ham yaltiroqdan shunaqadan. Ana sizga ko'chib ketmaydimi, boshqa qilmaydimi deganlarga mana ishoninglar, ko'chira olmaysizlar. Xo'sh, spanisini aytib o'tdik. Endi tombichkasi. Tombichkasi xuddi shundan ikkita bo'ladi. Ana bunday qilsangiz, vakuumli variantda asta o'zi yopib oladi. Qaranglar, bularda ham ikki xili bor. Mana bunisi original, mana qarang, o'zi bo'rtib turibdi. Ko'rdingizmi? Bo'rtib turibdi, mana bunisi original bo'ladi. Qog'ozli bular, o'shasiga adashtirib qo'ymaysizlar. Tombichkasi ham spanisdan anchagina balandda turibdi. Xo'p, shkafga o'tamiz. Shkafi uzunligiga 220. Bu uyni keyingi safar kelganimizda xudo xolasa pardalar ham bo'lgan bo'ladi. Pardalar bilan bitta video qilamiz, xudo xolasa. Mana uzunasini ko'ringlar. 220, balandligi ham 215, 220 chiqadi. Ichlari 55 sm bo'ladi. Ana sizga kupeniy variant bo'ladi. Bir tarafimiz polkalar, bu tarafi kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Yana sizda dokument dizgan mana bu yerda. Mana shunaqa joychasi bo'ladi. Mana bu qulfchasi, asli bo'lmaydi. Qulfcha mayli qo'shib beramiz. Telefon qilganda bir eslatib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'rjonim, zakaz qilganingizda qulfcha desangiz, qulfchasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Vishilka bo'ladi mana bu yerda ikkita. Vishilkasi sal kattaroq kesib qo'yibdi shogirdlar, shuning uchun vishilkasini keyingi safar qo'yishadi o'zlari. Mana bu ruchkasi splashnoy bo'ladi, qarang. Mana bu tilla svet ikkalasi rosa yarashib turibdi. Endi mana buni qarang. Xo'p, oynalar splashnoy. Xohlasangiz oynani bu oynani bu bitga, bunisini bu bitga o'zgartirsangiz bo'lardi, muammosi yo'q. Bu tarafimiz kelin uchun, ya'ni kalta kiyimlar uchun. Uzun kiyimlar uchun bo'ladi bu. Mana bu endi ro'mol boshqa sen o'zingizga kerakligiga ishlataverasiz, bemalol. Ana bu yonga suriladigan kupeni bo'lmaydi, chiqib ketadi deganlar uchun chiqib ketmaydi. Shuninglar ancha yaxshi narsa, aqlli narsa chiqqan. Uylarda remont ham xudo xolasa ancha yaxshi bo'libdi. Keyingi safar aytganimizdek, gilam bilan hamma narsasini tayyor uyga kelamiz, xudo xolasa. Ana sizga. Tremosga o'tamiz. Tremos uzunasi 135 bo'ladi, plyus minusi bilan. Balandligi 180 bo'ladi. Xo'p, 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha bo'ladi. Eshiklari ham aytganimizdek, vakuumli variantda bo'ladi. Bunday asta o'zi yopadi. Xo'sh, mana bu tarafi tortmalari ham mana 3 ta tortma bo'ladi. 1 2 3 oynasini zip berishga qarang buni. Xo'p, yuqorisi aytib o'tganimiz mana bu yerda galanteriya kelinimiz uchun oynali polka bo'ladi. Shunday taxlab qo'yiladi narsasini. Oynamiz atilabdan mana shunaqa qilib burchakli qilib kesilgan. Shunday mana qo'llarini kesib ketmaydi, bunday qilib
nima desam bo'ladi? Artganlaringni, yuvganlaringni kesib ketmaydi. Mana bu endi ketadi bular hali. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilish qo'yasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Endi xonaga tushganini o'zi mana bahosini berasizlar. Kanalga obuna bo'ling, like chana bo'lsang, tanish bilishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa, narxini ham aytamiz. Mana shu holatda, ya'ni machalkali holati bo'layotgan bo'lsa 7 million 500 ming dastavka ustunovkasi bepul, matrasga отдельно hisob-kitob bo'ladi. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovkamiz, ya'ni 150 kilometrgacha bepul qilib beramiz. Zakaz qilganingizdan keyin 3 kun, 4 kunda zakazimiz tayyor bo'ladi. Ranglardan aytganimizdek, yana boshqacha rangdan tanlov bor, lekin o'zining rangi ham shuning rosa zo'r turibdi. Telefon qilasizlar.